tilaklari nima uchun amalga oshmasligi haqida. Inson o'zidan chastota tarqatadi, vibratsiya tarqatadi. Bu vibratsiya xuddiki mana biz hozir qanday gaplashamiz? Endi telefon orqali uzoqdan ko'zga ko'rinmaydigan kuchlar orqali gaplashamiz. Xuddi shunday insonning ham o'zining magnit maydoni bor. Bu qanday ishlaydi? Agarda inson ko'pdan ko'p nolishda, xafagarchilikda, kimlarnidir ayblashda yursa, uning tilaklari amalga oshishi qiyinlashadi. Nimaiki desa, past chastota tarqatadi, o'zidan past chastota tarqatadi. Keyin nima qiladi? U xuddiki podvalda turib baqirgandek. Podvalda turgandan keyin u baqirgani bilan balandlar yuqoridalar eshitmaydi. Sizlarga oson ko'rinishda tushuntiryapman. Keyin agarda siz podvaldan chiqib yuqoriroqqa chiqib siz maqsadingizni aytganingizda hamma eshitadi. Yana undan yuqoriga shiftdan turib tomning ustidan turib baqirganingiz undan ham butun borliq hamma eshitadi. Xuddi shunday siz ichingizda aytgan tilagingiz bu agar xafagarchilik, nafratda, kimnidir ayblashda, voy bo'larmikan, voy nimaga bizlarda bo'lmaydi deb gapirganingizda, agar kimlargadir isbotlashda xafagarchilikda bo'lsangiz, u siz xuddiki podvalda turib niyat qilishdek. Siz agarda kimlarnidir rozi bo'lib qo'yib yuborib, nafratdan, xafagarchilikdan tozalanib, qabul qilishga minnatdorchilikka o'taversangiz, keyin nima qiladi? Обязательно siz qatlamga hozirgi yerning ustiga chiqa boshlaysiz. Podvaldan yerning ustiga chiqasiz. Sizning tilaklaringiz, niyatlaringiz asta-sekinlik bilan amalga oshadi. Siz niyatingizni aytganingizda atrofdagilar amalga oshirib beradi. Ki undan yuqori tilaklar bu butunlay qabul qilish, butunlay yer yuzidagi oq qorasi bilan hidi yaxshisi yomoni bilan butun dunyoni qabul qilish, bor insonlarni qabul qilish, bu siz shiftdan turib, tomning ustidan turib, yuqori qavatdan turib niyat qilish. Sizning yuqori qavatdan turgan niyatingizni butun borlig'i eshitadi. Butun borlig'i eshitadi. Sizda chastota butun borliqqa ketadi. Обязательно sizning tilagingiz butun borliqqa ketgandan keyin shunchalar tez amalga oshadiki, shunchalar tez amalga oshib hayotingizga xuddiki nima deydi? Mo'jizaviy tarzda kirib kela boshlaydi. Shuning uchun qadamlarni boshlashingiz kerak bo'ladi. Podvaldamisiz, hozirgi yuqori qavatdamiz, qaysi joyda turishingizni aniqlang. Yo'q, men yuqori qavatdaman deb aytishingiz mumkin, lekin mana natija sizning tilaklaringiz amalga oshmayaptimi? Orzularingiz shunday qolib ketadimi? Tilaklargacha qolib ketadimi? Bu podvalda turganingizdan belgi beradi. Shuning uchun podvaldan chiqishga harakatni, qadamni, qarorni boshlashingiz kerak. Kurslarda o'qishni boshlashingiz kerak, ilmlarni olishni boshlashingiz kerak, o'z ustingizda ishlashlikni boshlashingiz kerak bo'ladi. Siz podvaldan chiqishligingiz uchun bu eng zo'r yechim bo'ladi. Shuning uchun o'z ustingizda ishlashni boshlashingizni tavsiya beraman. Kursimga joy ochildi. Podvalda chiqish, insonlarning yuqori qavatga chiqish, podvaldan ham yuqori qavatga chiqish uchun kursimga hozirda joy ochildi. Marhamat, sizni kutib qolaman. Orzularimizni mo'jizaviy tarzda hayotimizga kirgizirish uchun.